Hey aka, nima qilyapsiz? Tavuğunu o'g'irlayapman. Ye, aka, unda qilmang. O'zi tovuqlarimni kreditga olganman. Aka, nima qilyapsiz? Telefoningni o'g'irlayapman. Jonim aka, bunaqa qilmayman, o'zi raslovchikaga olganman telefonimni. Ma. Rahmat aka, insofli o'g'ri ekansiz lekin. Aka, nima qilyapsiz? Mashinangni o'g'irlayapman. Ya qo'ying aka, unday qiynamang odamni. O'zim moshinani lizingga olganman. Qiynamang. O'chir. Aka. Aka. Chempion sandwich oldingmi? Sen bilasan nima ishda, ha? Bu zo'rda, bu Samarqandda, Buxoroda, Navoiyda, Qarshida sotilyapti-da bu, ha? Bu menga, davay sen uyingga sur. Qo'ying aka. Ya nima qo'ying? Ya seni nima muammoing bor? Nima bir rastroshkaga oldingmi? Nasiya savdoga oldingmi sen ham? Nimaga olding? Dadam nomlariga qarz yo'llayman. Ya. Tariq olingga. Tariq ol. Ya tova qilib, o'g'irlik ham qilib bo'lmay qopti-ku. Nima ish qilish kerak? Ya, hamma qarzga nasiyaga olgan. Ya men tikuvchilik qilaman ya. Kastimchim tikaman. Ana ishladi. Malades, barakalloh. Aka, qancha bo'ldi xizmati? 150 ming. Ya aka, puli shart emas. Shu agar iloji bo'lsa, onda sonda ko'p emas. Onda sonda kelib ovqatlanib ketsam bo'ladimi shu restoraningizda? Bemalol aka, 24 soat xizmatdamiz. Gabi, qo'lim dard ko'rmasin. Rahmat aka. Gulim, xuristani baqalajondan oling. Tushunmadim yo'qki. Men unitaz tuzatgan bolaman. Xo'jayiningga aytib qo'y. Ha, sizmi? Sizdan shot olmaydimi Afsona? Vaqtida xo'jayiniga o'tkazib qo'ygan joyim bor. Serjol salatni oling. Bulbulim, ye gulim. Alo. Va bu ko'kchadagi qaldirg'och milliy taomlarmi? O'zi, xuddi o'zi. Ha, men unitazni tuzatgan bolaman. He, aka, qalaysiz? Ha, aka, tredga chiqqan shashlik nonni orasiga tiqib berasizlar ekan-ku. Ha, hot-dog shashlikmi? O'shandan dastavka qilib o'ring. Bittami aka? Yo'q, 47 ta bu yerda bitta seli komanda ishlayapti qurilishda. Bo'pti, aka, xo'p. Ke Robertjon bolam, ke. Ko'ryapsanmi, Robert xizmat qilyapti. Qaldirg'ochda fit million xil ovqat bor. Любой zakaz bergin, men yeriyman bugun. Seriyozmi? Ucha. He, yo'qqa desa. O'zingki? Yo'qqa dedim senga. Yo'qqa desa. Aka, men untazni qilib bergan bolaman. Bilaman. 150 ming edi, mana senga 200 ming xizmating haqida. Qaytib ko'zimga ko'rma. Sen bir unitas tuzatma ekan, jonimga tegdi. Sherxon, ha nima qildik? Ovqat zakaz qilaylikmi? Ha, jumot ko'rmayapti. Gummayimiz, yur. Unitazing portlab ketib, tualetingga odam kira olmasin, o'lib ket. Yur, gummayimiz demasan. Nima yemoqchi eding? Shashlik yeguncha mana uni ye. Ben sado kutmoqdaman. Dada, assalomu alaykum. Bola. Dada, faxriy yorliq oldim. Nimani olding, bola? Subotniyda ikkita ishlaganim uchun zo'r ishladingni berdi. Malandes, bunga bermadimi? Yo, bunga hech narsa bermadi. Buni dadasiga ham bermagan, bunga ham bermadi. Mana faxrim. Ertaga yana olib kelaman, dada. Yo, okey. Sog'in dedi mehringni. Adajon, yana sizga faxriy yorliq olib keldim maktabdan. Ye bolajonim, nimadan olding endi? Doska bilan partani zo'r artganim uchun berdim menga faxriy yorliq. Padaringga chalpak seni o'qituvchilaring faqat ishlatyapti, nima bola? Bu nima qildi? Bunga berdimi, yo'qmi? Bu boshqa maktabga ko'chib ketdi. Seni dadang ham ko'chib yurardi, xafa bo'lma, sen ham ko'chib yuribsan ekanda. Bor yo'qol uylaringga, bor yo'qol uyingga, bor hayda buni. Dada, men ertaga yana bir faxriy yorliq olib kelaman. Yo, olib kel bolam, endi bu safar sen ona tili matematikalardan ham ol bola, faqat ishlab olib kelyapsan bolam. Ben samo kutmoqdaman. Dada, yana faxriy yorliq olib keldim siz uchun. Uni nimadan olding? Mahalladan damkom berdi. Daraxtlarni yaxshi oqlading bolam dedi. Yerlarni zo'r og'darganing uchun senga faxriy yorliq beraman dedi. Pul olib faxriy yorliqni o'rniga 1000 ta faxriy yorlig'ing bor. Pul olib kel menga. Nima qilaman faxriy yorlig'ingni? Buni borku, ani o'qigan iching o'tsa ani qilasan. Ye, amaki, assalomu alaykum. Sinfdoshingmi? Sen qanday unday bo'lding?
Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Mana bu o'g'lingiz faxriyorlik olib kelib yurgan paytingiz sizdan boshqa maktabga ko'chib ketgandim. O'shanda algoritm skulga o'qishga kirganman. Qanaqa skulu? U yerda darsliklar bolani qobiliyatiga qarab yo'naltiriladi. Malakali zo'r ustozlar dars beradi. Rus tili, ingliz tili, o'zbek tilida darslar o'tiladi. U maktabda mana bunaqa faxriyorlik bermaydi. Zo'r o'qigan o'quvchini 6 oyda bir marta chet elga sayohatga yuboradi. Keyin 11-sinfda ham imkoniyat bor. U yerga o'qishga kirsa, davlat institutlari, chet el institutlariga 100% o'qishga kirishiga kafolat ham beradi. Zo'r joy ekanda. Faxriyorlik nima qilayman dada unda? Hammasini yiqqan. 1 kilo go'sht olib chiqqani ko'raylik beradimikan. Ya bu. Nima olib kelasan unda uyga? Qog'ozni to'ldirib. Makana turaga ber. Men ertaga Sog'indi dil mehringni, sog'indi yana va yana. Rasprodaja salya ketyapti. Rasprodaja. Assalomu alaykum akam. Assalomu alaykum. Okaginam, stil degan nimani tushunasiz? Kiyinishdi-da. Okajon, Makor brendimizdan hozir 40% skidka bo'lyapti, salya bo'lyapti okajonim. Razmeringiz necha okajonim? 2XL. Как раз mana sizga mos L razmerda Carlo Ancelottining mana shunaqa kurtkalari kelgan. Hozirgi issiq havoga juda mos tushadi. Ichi duxportni, ichi isitadi, tashqarisi qizitadi. Sizga vashshi yarashdi akam. aka zo'r yarashdi sizga lekin. Yarashdi-a? Necha pul bu aka? Okajonim, hozir bu $1000 sotilayotganda 40% skidkada $800 bo'ladi akam. Bir aylanib ko'rayman bo'lmasa. Menga soting agar bo'lmasa. Bo'ldi, unda yeching akam. Yo'q, o'zim olaman aka, o'zim olaman aka. O'zi olar ekan, keting akam. Okajonim, yana adezlar bormi? Duogoylarga mana shunaqangi paltolarimiz bor. Luis Figo brendidan milliylashtirilgan, chiroyli, vobshe chotki turadi akajonim. Buni 1.5 ming sotyotgandik. Hozir 950 bering akam, 40% skidka. Sal qimmat. Aka bo'lmasa men olaman otam uchun. Yo'q, men olaman, Bo'ldi, unda akajonim, kassaga pul to'laysiz, nakapitilingiz bormi? Yo'q. Nomeringizni aytasiz, nakapitilni beradi. Mana 5000 so'm pulingiz qaytdi akam. O'sha ko'ryapsizmi? Rahmat. Keling akam, keling. Jo'rajonim, kiyimni kuchugini oldim. Bu dadamga, bu o'zimga. Skidkada 2000. Qancha? $2000. To'poymisan san? $2000 ga butun boshim magazin beradi-ku. Va bu Carlo Ancelotti brend. Qanaqa musor bu? Yur bu yoqqa. Hey, mana $2000 ga Inbazarda butun urug' aymog'ingga kiyim olsang bo'ladi. Mana narxini qara. Rubashkalar qara 250 ming so'mdan. Sifatini ko'ryapsanmi? Zo'r-ku bu. San olgan narsang qara. Bu yoqqa kel. Mana bu shimni qara. 179 ming narxi. Yo'q. Mana bu kepkani necha pulda bo'laysan? $200 da? Yo'q, 57 ming. Yo'q. Bu Inbazarda dazmolam bormi? Ha, mana narxini qara, 244 ming so'm. Vobshe zo'r-ku. Hey, Inbazardan o'zingga nima kerak bo'lsa, lipoyni topishing mumkin. Narxi ham vobshe arzon. Boyagi ikkita musor narsangni necha pulga olding? $2000 ga. Battar bu. Yo'raman o'zi bor-ku. Rasprodaja salya. Menga qara, insofsiz mashinnik. Nimaga meni aldab kiyim sotding? Ya akajonim, o'zingizni bosib oling, nakapitilni 5000 tashladingmi? Ha. Bizda hammasi halol akam. Aka lekin sizga juda ham yarashdi kiyim. Bo'l, qo'y, bu boyaga odam aldagan odam emas. Klient emas. Ya kelsan? Qo'y bu. Aytdim, yuzi tandish qanaqadir. Ha, yana nimani boshlading sen-e? Pul yig'ib qo'yganman. Marojxona ochmoqchiman. Sezon kelyapti-ku, boyib ketaman. Sen jinnimisan, Bobur? Biznesmi shu marojniy ham, Normal biznes qilib puling bor ekan-ku. Bo'lmaydimi bu? Bo'lmaydi bu. Normal ish boshla. Nega mana marojniy arzon bo'lib ketdinglar? Ha, makaronkalar. Bu meni ideyam-ku. Ya qanaqa sani idea? Men 4 yil oldin plan qilganman buni, Bobur. Asan menga bu bo'lmaydi deganding-ku. Mana bo'lyapti-ku. Hali shunaqami? Men pulimga Cobalt olaman, taksichilik qilaman, ana zo'r biznes. Sen jinnimisan, Bobur? Cobalt moshimni bo'lmaydi, Cobalt. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Aka, assalomu alaykum, Shota Rustomullaga. Yo, jimbosh! Ideyam o'g'risi! Bizdan shu qancha bo'ldi aka? Ha, yo'q aka, blogerlar hurmati bor, pulingiz kerak yo'q, pulni olmang. Xo'p. Yo'q, Kelib turing aka, ijodni bosing. Rahmat aka. Do'stim, xudo beraman desa hech gap emas ekan. Qarang, omadingni. Harakat qilyapmiz sizga. Gap yo'q. Shuni mana sotdilarmi? Yo'q, bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Qancha bo'ldi, brat? Yo'q, aka, siz vaynlaringizni ko'rib maza qilamiz. Sizdan pul olsam endi uyat bo'lar, aka.
Addishi rahmat aka. Do'sti, onang nima deb duo qiladi, meni ham duo qilsin. Men pul bermayman shunda. Yo'q, Gap yo'q, faizingni bersin. rahmat aka. Mayli, Ha? rahmat. Jo'ra sifatli shirinliklardan oldim. Sen reklama qilasan, hozir bu trenddada. Jigar buni besahri ham bor. Sahri borlar ham bemalol yesa bo'ladi. Yo'q. Aka qancha ekan bu? Sizlarga tekin aka. Akam hurmatlari bor, videolarni mazza qilib ko'ramiz. Rahmat aka. Do'stim, videolarni yorib yuborasan, inshaalloh bu paxta emas. Lekin ideya qayerdan keladi, Jo'ra? Yotib qilaman. Yasha, Jo'ra, yasha. Aka kiyimimiz qancha bo'ldi? Aka sizlarda 2 milliondan 4 million so'm. Pul olasizmi? Ha, olaman. Bu bloger-ku, mashhur bloger bu. Qani ochkani iching. Ha, mana. Ha, bir ikkita bachkana videolarini ko'rganman. Mayli 20 ming so'm o'tib beraman aka. Mana bir kishiga olib qoling aka, o'zimga. O'zingga to'layapsanmi? Yo'l, bachkana. Sen normalniy ijod qilsang o'ylasanmi? Tushunmadim men senga. Boy zo'r olasan, onangdan qanaqa duo olasan deb o'tiruvding-ku. Tekinga yuruvdim-da yoningga shunday deb maqtab. Sanda qalani bor-ku. Nima olyapsan sen o'zi? Ijod qanday bo'lyapti? Kelmayaptimi ideya? Normal kontent olyapman. To'g'ri, normalnisini Ammo qil. 5 qo'l barobar emas. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Jo'ra nima? Hammaga yo'q. Hammaga yo'q. Yo'qsang hammaga yo'q. Sifat shirinliklar sehri. Namyongir. Okay, namyongir. Ay. Yuz çaktı. Kominaxon hamma yo'qmi? Nima hamma yo'q. Mana bilan yurasizmi yo'qmi? Yurmayman. Men menga yopishyapsiz, tinglab bo'lgan. Orzularimda borsan. Cho'ganmi bu? Qoning nechaman hozir? Sizga emasman qonimni tishlaymi? Qoning chiqib tashlayman. Hamma yo'qmi? Sevgiga javob ber. Yo'q. Jo'ram mana. Sig'di yo'qmayapti. Bobur to'g'ri qilib. Iltimos, hamma qarayapti. Shunayman. Nima sen menga kanada yopishib olgansan? Yo'q, kanamisan? Kanamisan? Ay. Ha böyle. Kanat işlegen ekanda mana. Qoch. Ya kanat işlegen mana. Voy, og'riyapti-lik. Kanat işlegen mana, kana. Hav. Qorin och. Magazinda hamma narsa bor, lekin pul yo'q. Bodringizam. Tuz yo'q bunga. Kechirasiz aka, tashqarida turgan bemi siznikimi? Ha, meniki. Shunday olib turing, chiqib ketay aka. Aka, shuni narsalarni olaman. Pulni BMWdan olib kelib beraman, maylimi? Bemalol aka. Akam 4 ta chempion sandwich upakovka qilib bering. Xo'p bo'ladi aka. Oilaviy deb bu zo'rda. Yaxshi ketyaptimi bundan? Da. Kechirasiz aka, Mercedes GLS siz 350 BMW 8 sot sizdan emasmi? Ruxsatkami? 40 sotga overolis. Bo'ldi olaman. Akam, shu narsalarni olib chiqaman-da, mashinadan pulni olib kelib bersam bo'ladimi? Bekorlarning 5 tasini aytsin. Turi qo'l ikkalangim chiqib ket. Aptingni qara. Oy, bo'lmish. Беспрошатно. Qanday jinsiz Mercedes Benz X6 qanaqa mashina? Sen to'poymisan? Ya ben turishimda Mercedes kim ishonadi? Orzu qilishga. Orzularing bisyor. Orzularing bisyor.